tug'ilganda 5000, 3000, 4000 follikulalar zaxirasi har bitta qiz chaqaloqda bo'ladi. Hayz sikli nima? Hayz o'zi nima? Suhbatimiz boshida shularga qisqacha tushuncha bersangiz. Hayz bu nima o'zi? Har bitta qiz tug'ilganida o'zini follikulyarniy zapasi bilan tug'iladi. Tug'ilganda 5000, 3000, 4000 follikulalar zaxirasi har bitta qiz chaqaloqda bo'ladi. Lekin keyinchalik bu balog'at yoshiga yetguncha bu zaxira kamayib qoladi. Masalan, kimdadir 500, kimdadir 300, kimgadir 400 bo'lib qoladi. Bu har bitta hayz siklida, sikl deb aytamiz. Bu hayz emas, hayz sikli bu. Siklida bitta follikula yetiladi. Ikkita, juda ham kam 3 ta 4 ta bo'lishi mumkin. Bu galma-gal, masalan, har bitta oyda chapda bo'lsa, keyingi oyda o'ngda davom qiladigan sikl. Bu siklga bog'liq ayollarni, masalan, klimaksi, nima uchun bitta ayolda 40 yoshda klimaks, bitta ayolda даже 50 ta oshganda ham klimaks yo'q, regularniy hayz sikli bo'lib turishi mumkin. Bu ana shu zaxiraga bog'liq. Qachon zaxiralar tugasa, follikulalar zaxirasi tugasa, shu ayolda уже klimaks keladi. Shuning uchun bu sikl juda ham muhim har bitta ayol uchun. Chunki bu siklda gormonal o'zgarishlar, gormonal masalan hamma narsa homilador bo'lish uchun imенно shu siklga qarab belgilanadi. Qiz bolalar 3000-4000 follikula bilan tug'iladi deb aytyapsiz. Nima uchun qizlar farzand ko'rish yoshiga yetganda follikulalar bunchalik keskin kamayib ketadi? Chunki u shunaqa organizm shunaqa nima qilingan, hammasini yetiltira olmaydi. Eng keraklisini yetiltirib shu balog'at yoshida, to есть 12-13 yoshida u qizimiz o'sha nimaga yetish kerak. Shu hayz sikli bo'lishi kerak. Masalan, ba'zilarda kechroq bo'lishi ham mumkin, 16-17 yoshida. Lekin organizm shunga mo'ljallangan, masalan, 5000 hayzni u ko'ra olmaydi. Shu 300, 400, 500 ga mo'ljallangan. U yana aytaman, bu tabiatni qonuni. Hozir gapingizni orasida ba'zi qizlar 12-13 yoshda hayz ko'ra boshlaydi. Ba'zilar esa 15, 16, 17 yoshda hayz ko'rishni boshlaydi deb aytib o'tdingiz. Nima uchun har xil qizlar har xil yoshda hayz ko'rishni boshlaydi? Bu birinchidan yoshligida qanaqa kasalliklar o'tkazdi. Masalan, raxit kasallik, kamqonlilik, qalqonsimon bezini biron bir yetishmovchiligimi, ko'p narsalar shularga bor. Infeksion kasalliklar bormi? И, конечно, bu hamma narsa miya bilan boshqariladi. Bu nima deymiz, intellektga ham bog'liq. Nima uchun hozir akseleratsiya deyapmiz? Bolalar tez, qiz bolalar tez rivojlanyapti. Ana shu ko'p narsalarga bog'liq. Oilaviy muhitga, tashqi sharoitga, hozir hayotimizga internet kirib kelyapti. Ana shularga bog'liq. Gapingizdan ko'rinib turibdi, hayz siklik davr ma'lum vaqt oralig'ida qaytarilib turadi. Har xil ayollarda bu sikl turlicha bo'ladi. O'zi aslida sog'lom hayz sikli necha kundan iborat? Normada sikl 21 kun eng kami. 21 kun, 22 kun, 24, 25, 27, 29, 30, 35 kungacha bu norma hisoblanadi. Agar undan cho'zilib ketsa yo undan kamaysa, bu albatta ne norma. Hayz ko'rish normada necha kun bo'ladi? Normasi bor. Normada 3 kun, 4 kun, 5 kun. Undan ko'p bo'lsa ham yaxshi emas, chunki ayol qon yo'qotadi, kamqonlikka olib kelishi mumkin. Undan kam ham bo'lishi kerak emas. Mana shu narsani kamayib ketishi yoki ko'payib ketishi nimaga bog'liq? Yana aytaman, organizm bu butun целый organizm. Faqat u matkani ishlashiga yoki tuxumdonni ishlashiga bog'liq emas. Qalqonsimon bez
kasalliklari ta'sir qilishi mumkin. Kalsiy, vitamin D ni yetishmovchiligi, gemoglobinni kamligi yoki boshqa bir stresslar, ko'p narsalar bu siklni davom qilishiga ta'sir qilishi mumkin. Ko'p eshitamiz, ginekologlar hayzning buzilishi bizni kasalimiz deydi. Endokrinologlar ham bizni kasalimiz deydi. Aslida hayz siklining buzilishi qaysi vrachning kasali hisoblanadi? Juda ham yaxshi savol berdingiz. Mani fikrim bo'yicha har bitta ginekolog endokrinologический problemani bilishi shart. Shuning uchun faqat yana aytyapman, faqat ginekologiya bilan biz chegaralanmasdan ham endokrinologiyani agar kerak bo'lsa boshqa sohalarni, urologiyani ham bilishlarimiz kerak. Boshqa sohalarni bilishimiz kerak. Chunki ginekologiya bu faqat bitta problema emas. Bu juda ham katta problema. Hayz kelishi endi boshlanayotgan voyaga yetgan qizlarda hayz sikli normada bo'ladimi yoki bir qandaydir ma'lum vaqtlar, davrlardan o'tadimi? Подросток qizlarimizda ko'pchilikda menstrualniy sikl sразу regularni bo'lib ketmaydi. Regularni bo'lib ketmaydi, lekin oilada onasi qiziga e'tibor berib, yoshligida e'tibor berib, unda masalan kamqonlik, vitamin D hamma narsani joy-joyiga qo'yib nima qiladigan onada unaqa qizlarda regularni ham bo'lib ketishi mumkin. Bu narsaga nimalar ta'sir qiladi? Ovqat ratsioni, kunlik ovqatlanish tartibi ham ta'sir qiladimi? Hamma narsa ta'sir qiladi. Hamma narsa. To'g'ri ovqatlanish, vaqtida eng kerakli vitaminlarni berib turish, psixический holat, maktabdagi holatlar, oiladagi holat, hamma narsa ta'sir qiladi. Bu faqat bu narsa ta'sir qiladi, bu ta'sir qilmaydi deb ayta olmaymiz. Hamma narsa в целом ta'sir qiladi. Bo'yiga yetayotgan qizlari bor onalarga tavsiya bersangiz. Shu onalar qizlarining nimalarga e'tibor berish kerak? Onalarimiz bilib olishlari uchun ketma-ketlikda sanab o'tsangiz. Bu e'tiborni qizlarni yoshligidan, tug'ilganidan e'tibor berish kerak. Faqat balog'atga yetganda e'tibor berish kerak degan gap emas. Nima uchun? Hozir juda ham biz quyoshli davlatda yashasak ham nimagadir rahitlar juda ham ko'p. Rahit bu значит kalsiy, vitamin D yetishmovchiligi. Bu yetishmovchilik bo'lsa qalqonsimon bez yaxshi ishlamaydi. Shuning uchun hamma narsaga gijjalar ko'payib ketgan, lambalar ko'payib ketgan. Shuning uchun yoshligidan e'tibor berib kelsa onalar, bu juda ham yaxshi bo'lardi. Mana gijjalar deyapsiz. Gijjalar hayz sikliga nimasi bilan ta'sir qiladi? Juda ham ta'sir qiladi. Chunki gijjalar, lambalar deb aytamizmi? Masalan, lambalarni olsak hamma joyda yashar ekan, u o't pufagida, siydik yo'llarida, ichaklarda, точно так же gijjalar. Ichaklarda 80% immunitet ichakda o'tiradi. Shuning uchun eng birinchi ichaklarga e'tibor berib, ana shu gijjalarni yo'qotib, ichakni faoliyatini yaxshi ishlatib, ichaklarni so'rilishini joy-joyiga qo'ygan ona bu juda katta nima deymiz, g'alabaga ega desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Chunki imенно ichaklardan boshlanadi ko'pchilik. Hozir yana aytyapman, pediatrlar bilan ishlayapman. To'g'risi pediatrlarning ishini bunaqa murakkab deb o'ylamagandim. Kruglый sutka ota-onalar olib kelyapti, bolalarni olib kelyapti. Shunaqa problemalar ko'p ekan. Shuning uchun yana aytyapman, shu yoshligidan, tug'ilganidan ota-ona bolalariga e'tibor berib, ana shu problemani yo'q qilib borsa, balog'at yoshiga kelganda juda ham ko'p problema bo'lmaydi. Bu problema kamayib borsa, hammasi joy-joyiga tushib ketadi. Hayz sikli buzilishida psixoemotsional holatning ta'siri bormi? Juda ham katta ta'siri bor. Chunki stress holati hozir bolalarim bilib qolgan stress nimaligini. Biz yoshligimizda bilmasdik stress nimaligini. Hozir endi hammaning og'zida даже bolalarim stressga tushdik, masalan, nevaralarim stressga tushdik. Shu stress holati juda ham katta rol o'ynar ekan. Hamma narsani boshqaradigan miya.
miyada stress bo'lsa, yo menstrualniy siklni buzilishi qanaqa bu yo to'xtab qolishi mumkin, yo cho'zilib oylab kelishi mumkin, ana shularga olib keladi. Hayzi kelgan ayol kishida psixoemotsional to'lqin paydo bo'ladimi? Bo'ladi. Chunki gormonal o'zgarishlar, bitta gormonlar ko'paysa, bittasi pasaysa, shuning uchun doimo menstrualniy sikl paytida, menstruatsiya keladigan paytida emotsional o'zgarish hamma ayollarda bo'ladi. Bu paytda ayol kishi juda ham o'zini kontrolga olishi kerak. Bu kontrolga olish, yana aytaman, onaga bog'liq. Ona o'rgatsa, ila hozir rosa ko'p psixologlar bor, kitoblar bor, internetda nima shular bilan o'rganib o'zini emotsional kontrolga olgan qiz bola, bu juda ham kuchli qiz bola. Ayol kishi emotsional o'zini kontrol qilishi uni battar depressiyaga tiqib qo'ymaydimi? Yo'q, tiqib qo'ymaydi. Tiqib qo'ymaydi. Chunki bu nima deydi, samosoвершенствование, o'zini ustidan ishlash, emotsiyalarni ustidan ishlash degan gap. Bu juda ham katta nima deydi, natijalarga olib keladi. Stressga olib kelmaydi. Gormon o'zgarishi ta'sir qiladi deyapsiz. Ayni qaysi gormon o'zgarishi shu siklga ta'sir qiladi? Endi ayol qilib turadigan gormon bu estrogen. Estrogen gormoni. Bu estrogen gormon to klimaks paytga yetguncha estrogen gormon обязательно ayollarda bo'ladi. Qachon estrogen tugab ketsa, все уже klimakteriический periodga o'tadi. Har bir menstrualniy sikl ikkita fazaga bo'linadi. Birinchi fazada progesteron, ikkinchi fazada estrogen nima qilib, shuning uchun bu ko'payib, bu kamaydi degan nimani ayta olmaymiz. Chunki shunaqa kasalliklar bor, endi bu слишком chuqurroq meditsinada uni ginekologlar biladi. Masalan, ba'zi paytda birinchi fazasi cho'zilib ketadi, ba'zi paytda birinchi fazasi kamayib, ikkinchi faza ko'payib ketadi. Shuning uchun buni biz konkretni u ginekologlar bilan razbor qilganda nima qiladi. Lekin ommaviy xalq uchun shu aytish kerak, shu ayollarga imенно estrogen, ayollarga ayol shaklini beradigan, ayol xarakterini beradigan bu estrogen gormon. Hayz buzilganda ayolning tashqi ko'rinishiga qarab turib, vrach ayolning qayerda muammo borligini aytib bera oladimi? Eng birinchi ayolni, yana aytaman, yana takrorlayman, faqat e'tiborimizni shu tuxumdonlarga qaratmasdan qalqonsimon bezimizga ham qaratishimiz kerak. Обязательно qalqonsimon bezni gormonlarini tekshirib, kalsiy, vitamin D'larni tekshirib, gormonlarni tekshirib, hammasini tekshirgandan keyin bir xulosaga kelamiz. T3, T4, T2 gormonlari, kalsiy, vitamin, ana shu gormonlar bu qalqonsimon bez uchun kerakli nimalar. T3, T4, TTGlarning oshib ketishi hayzni buzadimi yoki kamayib ketishi buzadimi? U ham bu ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun обязательно ana shu T3, T4, T2 gormonlarni tekshirib, kalsiy, vitaminni tekshirib, estrogen, progesteronlarni hammasini tekshirib, keyin bir xulosa qilamiz. Oldindan biz ayta olmaymiz. Hayzni kelishini juda ham yarki bo'ladigan bo'lsa, demak bu qonni suyuqligidan yoki bo'lmasa, masalan, ayolda klimaks, nima uchun u ayolda yarki qon kelishi mumkin? Demak, bu qonda qanaqadir o'zgarishlar bor. Buni yana chuqurroq o'rganishimiz kerak.